Bugungi kunda yoshlarni ilm ma'rifatli insonlar qilib tarbiyalash, yurtga sadoqat ruhida kamol toptirish, ularga puxta bilim berish masalasi eng muhim vazifalar sirasiga kiradi. Shu maqsadda joylarda yoshlar ishtirokida turli uchrashuvlar, davra suhbatlari va ma'naviy ma'rifiy tadbirlar doimiy tarzda o'tkazib kelinyapti. Ayni yo'nalishda prokuratura organlari tomonidan ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Qarshi harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan o'tkazilgan yoshlarga saboq va katta hayot maktabi vazifasini o'tovchi 3 avlod uchrashuvi ham ana shunday maqsadlarni o'zida ifoda etdi. Yurtimizning taraqqiyoti, xalqimizning farovonligini ta'minlash yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilgan insonlarning jasorat va matonati yosh avlod uchun ibrat namunasi. Tarix, bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan uchrashuvda ezgu qadriyatlarimiz, mehr-oqibat, qadr-qimmat, yurtga sadoqat singari insoniy fazilatlar yoshlar qalbiga singdirildi. Qarshi harbiy prokuraturasi va Qarshi shahar birinchi sonli politexnikum o'rtasida imzolangan memorandum doirasida bugun ta'lim maskanida 3 avlod uchrashuvi nomli tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbirda harbiy prokuror Janubiy G'arbiy maxsus okrugining faxriylar kengashi a'zolari qatnashdi. Ushbu tadbirda ular yoshlarga o'zlarini boy bilim tajribalarini hamda hozirgi zamon talablaridan kelib chiqqan holda yoshlarga o'z nasihatlarini berib o'tishdi. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga e'tibor qaratildi. Qarshi shahar birinchi sonli politexnikumida o'tkazilgan uchrashuvda Qarshi harbiy prokuraturasi mas'ullari, Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrug faxriylar kengashi a'zolari, ta'lim maskanining o'qituvchilari va o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Jarayonlarda yoshlarni vatanparvarlik va ona yurtga muhabbat, milliy qadriyat va an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning shonli tariximizga oid bilimlarini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. 3 avlod uchrashuvini tashkil etganimizdan juda ham xursandman. Bizning mana politexnikumizda juda ham bunaqa uchrashuvlar juda ko'p tashkil etiladi. Bizning maqsadimiz avvalambor yoshlarimizga ma'naviy, madaniy ozuqa berish va mana shu 3 avlod bizdan oldingi tajribaga ega bo'lgan nuroniylarimizni qanday qadamma-qadam shu darajaga yetganliklari haqida ma'lumotlar ega bo'ldik. O'zlarini juda ham katta tanishtirib o'tishdilar. Yoshlar o'zlariga qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi va o'zlariga yetarli fikrlarni olishdi. Biz bu uchrashuvdan juda ham mamnun bo'ldik. O'zim ham yoshlarga juda chiroyli bir she'rlar aytib o'tib ketdim. Umr o'tib borar misoli ertak, ertaning ketidan kelib qolar shom, faqat g'aflat ichra yotmagil yurak, qaytib kelmas bu yoshlik ayyom, payt kelar va'daning qimmati qolmas, muhlat bera olmas o'tgan paymona, o'tgan bir oningni qaytara olmas, na afsus, na ko'z yosh va na bir bahona. Demak, har bitta yoshlik davrimizni, har bitta o'tadigan umr zamonlarimizni bosqichma-bosqich o'tishini tarafdoriman. Biz ustozlar albatta bundan charchamaymiz, harakatdamiz. Shuningdek, yurtimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi mudofaa tizimida ham amalga oshirilayotgan islohotlar, harbiy xizmatchilar uchun yaratib berilayotgan shart-sharoitlar xususida fikr yuritildi. Tizimda ko'p yillar faoliyat yuritib, bugun keksalik gashtini surayotgan faxriylar esa umrining katta qismini yurt tinchligi, xalq osoyishtaligini asrash yo'lida sarf etganini, bu kasb kishidan fidoyilikni, vatanparvarlikni talab etishini ta'kidlab o'tishdi. Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burch ekanligi yoshlarga tushuntirildi. Suhbat jarayonlarida faxriylar yoshlarga o'z hayot yo'llari, sinovli davrlar, mehnat tajribalari haqida so'zlab berdilar. Mana bugun biz Qarshi shahrida joylashgan birinchi sonli texnikumga tashrif buyurdik. Faxriylar biz bilan mana harbiy prokurorimiz tashrif buyurdi. Bundan ko'zlanadigan maqsad yoshlarimizni harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalash, ularga o'zimizning hayot yo'llarimiz haqida biz faxriylar keng ko'lamli hayot yo'limiz haqida ularga tushunchalar berdik. Kelajakda vatanni sevish, vatanda sadoqat bilan xizmat qilish, vatan ichida vatan bo'lish degan tuyg'ularni ularning ongiga sindirdik. Undan tashqari ular o'zlari qiziqtirgan barcha savollarga bizning harbiy prokurorimiz huquqiy savollarga huquqiy javoblarni berdi. Ular o'zini qiziqtirgan barcha savollarga qoniqarli javoblar olishdi. Bizning yoshlarimiz ham bizday harbiy
polkovniklar bo'lib, vatanga, elga sadoqat bilan halol xizmat qilishlarini tilab qolaman. Tadbirlar butun viloyatimiz bo'yicha biz faxriylar, Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugidagi barcha ofitserlar bilan birgalikda yoshlarni harbiy vatanparvarlikda tarbiyalashda viloyatimizning barcha tumanlarida, barcha maktablarida, barcha kollejlarda, oliy bilim o'quv yurtlarida, maktabgacha ta'lim muassasalarida keng ko'lamda ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Tadbir davomida biz o'zimizni o'sha yaxshi ko'rgan vatanimiz haqidagi she'rlar bilan ularga aytib, ularning kayfiyatlarini mamnun qildik. Mening kuch-g'ayratim qalbimdadir jo. Elimni shod etmoq niyatlarim bor. Hali tuganmas tuyg'ularim bor. Sinab sinalmagan orzularim bor. Dunyoda eng go'zal maskan qaydadir? Men saodat topgan Qashqadaryodir. Keling do'stlarim, shohona to'yga biz tug'ilib o'sgan Qashqadaryoga. Shuningdek, tadbir davomida bugun yoshlar o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga yetishlari uchun puxta bilim olishi, o'qib o'rganishi, xorijiy tillarni chuqur egallashi muhim vazifa ekanligi uqtirildi. Yangi O'zbekistonda yoshlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilib, keng imkoniyatlar eshigi ochib berilgani alohida e'tirof etildi. Shu kungi tadbir o'quvchi yoshlar bilan samimiy va ochiq muloqot tarzida kechdi. E'tiborlisi, bu uchrashuv yoshlarni yanada ko'proq bilim olishga, bugungi imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishga chorladi. Bugungi 3 avlod uchrashuvida men ham ishtirok etdim. Taassurotlar juda ham ajoyib taassurotlar oldim o'zimga. Bizga nuroniylar tajribalarini gapirib berishdi. Tadbir davomida o'zimizga qiziqtirgan savollarga murojaat qildik, javoblar oldik. Kelajakda men ham shu kasb egalariga o'xshab muvaffaqiyatli yo'nalishlarga ega bo'lishni xohlayman. Kelgusida huquqshunos bo'lmoqchiman. Bu tadbir sohaga oid bilimlarimni yanada mustahkamladim. Keksa avlod vakillarining hayot yo'li, bilimi, tajribasi bugun o'sib kelayotgan yosh avlod uchun haqiqiy ibrat maktabidir. Joylarda o'tkazilayotgan ana shunday uchrashuvlar esa yoshlarni vatanni sevishga, ularning qalbidagi vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga xizmat qilyapti. Shu kungi tadbir doirasida ta'lim maskanida o'quvchi yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, dars va amaliy mashg'ulotlarning borishi bilan yaqindan tanishildi. O'zi tanlagan yo'nalishda kasb-hunar o'rganayotgan yigit-qizlar bilan suhbatlashildi. Amaliyot jarayonida ayollar kiyimini tikish jarayonini boshlaganmiz. Ayollar kiyimi jarayonini tikish boshlaganimizdan beri yubkalar, yengil ko'ylaklar, milliy liboslar, sport uslubidagi kiyimlar, nimchalar, barcha turdagi liboslarni tikyapmiz. Hozir amaliyot jarayonida o'quvchilar bilan birgalikda amaliyot jarayonini bajaryapmiz. Bugungi 3 avlod tadbirlar davomida harbiy kiyimlar tikishni yo'lga qo'yish haqida kelishib oldik. Kelajakda shunaqa narsa tikish niyatimiz bor. Biz bu yerda amaliyot xonasidamiz. Hozir bizga bergan materiallardan, amaliyot bo'yicha materiallardan kiyim tikib bajaryapmiz. Biz hozir amaliyot jarayonida qizlar bilan bichish tikish ishlarini olib boryapmiz. Sharoitlar hammasi yaxshi. Ustozimiz o'rgatadi. Har doim bizni kamchiliklarimizni to'g'rilab boradi. O'zimizga biz hamma narsani o'rgatadi. Biz shu orqali bichib tikishni o'rganyapmiz. Biz hozirgi vaqtgacha bolalarga kiyim-kechaklar tikishni o'rganyapmiz. Oldingi qiziqishlarimizdan ko'ra hozir yanada ortgan, chunki qo'limizdan keladigan narsalarni amaliyotda bajarib ko'rayotganimiz uchun ham juda ham qiziqarli. Davlatimiz tomonidan tikkan mashinalar bilan ta'minlanganmiz. Tikkan mashinalar juda ham ajoyib. Hammasi yaxshi ishlaydi. Kelgusi rejalar dizaynlar yaratib, katta dizayner shoularni o'tkazmoqchimiz. Kiyimlarimizni ko'rgazmalarga olib chiqib, xalqimizga xizmat qilishga harakat qilamiz. Qarshi harbiy prokuraturasi tomonidan joylarda 3 avlod uchrashuvlarini o'tkazish bilan bir qatorda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida harbiy qismlarda ochiq eshiklar kuni tadbirlari ham o'tkazib kelinyapti. Bu esa yosh avlodning keng dunyoqarashli insonlar bo'lib kamol topish yo'lida xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir.